Assalomu alaykum oshxonaviy berish quvozlari. Biz Andijon viloyatiga oshxonaviy berimizni olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Bu joyimiz gaz ballon turadigan joyimizdan hop u burchagigacha 370 joy. Bu burchagimizdan bu tomongacha kir moshina qo'yish uchun joy qildik. 195 joyga hop kafelarigacha bo'ldi. Bu aylanasigacha gaz plitasini qo'ydik. Hop tortmalari vakuumli qo'yildi, gaz plitalarini ham qo'ydik, vitichkasini ham ilib qo'yildi. Tepalarigacha chiqarib, kabellari qo'yilgan ekan, kabellarigacha qo'yib qo'ydik. Hop, mikrovalnovkani joyi magnet, tuz quruq joy qo'yadiganlari. Taylarigacha tayyor chiqarib qo'ydik, xudo xolasa ishlatishga tayyor. Xolodilnikimiz tepasi ham kengina bo'ldi. Bu joyimiz ham chuqurgina. Gaz ballon qo'yish uchun gaz shlangisini ham chiqarib qo'ydik. Bu oshxona mebelimizni razmeriga keladigan bo'lsa, bu burchagimizdan gaz ballondan bu burchagimizgacha 370, bu tomoniga 255 joyga. Hop, общий mana shu joyimizga metri 1.700.000 so'mdan. Hop, bu joyimiz tepasini chiqarib yubordik 850 mingdan metriga. Общий mana shu joyimizga 7.700.000 so'mga laminatlik 220 sm standart razmerda olib kelib ustanovka qildik. Hop, bizdan bo'ladigan narsalarni aytib o'tamiz. Moykasi, gazatori bo'ladi, magnet, kafel. Hop, diod chirog'i bor. Mikrovalnovkani o'rniga qilib beriladi. Tuz quruq choy qo'yadiganlari. Hop. Bu yerda plastmassa shushulkalari bor. Oshiq-moshiqlar vakuum, tortmalari ham vakuumli bo'ladi, o'zi tortib yopib oladi. Eshiklari ham sekin tortib o'zi yopib oladi. Hop. Ko'pchilik so'raydigan narsa to'tadan qatiriladigan. Endi bu joyimizda gaz plitamizni o'rnidan 30 sm chiqarmaganmiz, chunki gaz plita mana shu joyi mebel bo'layotgani uchun. Mana bu joyimizdan 20 sm chiqariladi kir moshinaning o'rnidan. Shunday hisoblanadi. Hop, doskalarni qora qilib berdik, ruchkalarini qop-qora qilib, chiroyli qilib. Bo'y-bastlari ham balandgina chiqdi. Kir moshina bemalol tushish uchun yo'llarni kengaytirib berdik. Ertaga bemalol ishlataveradigan qilib. Devorlarni tayyor qilib teshib chiqarib qo'ygan ekan, biz ham tayyor qilib o'rnatib qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul, olib borib o'rnatib ustanovka qilib beramiz. Burchaklarimizdan ham chiroyli foydalandik, kengina bo'ldi, ichlari ham chuqur. Bemalol narsa solsa sig'averadi. Hop, mo'ykamizni ham tayyorlarini ko'rsatib o'tamiz. Tayyor qilib chiqarib qo'ydik kanalizatsiyani teshiklarigacha. Kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar, bemalol tushuntirib netaveramiz. Borib o'lchayotganimizda xuddi shunaqa qilib razvedkalarni o'rnini chiqarib ketamiz. Chizib ketiladi. Shu chiqarib bersa, shunaqa qilib chiqarib beramiz. Mana bu joyda ham bor. Tayyor qilib chiqarib ketamiz. Mana bu joyiga ham chiqarib qo'ydik kir moshina uchun. Ertaga qiyinchilik bo'lmaydi. Mantor akalarimiz ulab bersa bo'ldi, xudo xolasa. Hammaga rahmat, bittadan like bosib, hammaga ulashib qo'yasizlar videoni degan umiddaman. Barchaga rahmat. Videoda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Mana shu joyimizga Andijon viloyatiga 7.700.000 so'mga oshxona mebelini olib kelib ustanovka qilib berdik. Vitovoy texnikalardan tashqari. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.